Da, no ko'ynigingiz barim kuyov bola ming bo'ylari balon bo'lganlari bilan ko'ynigingiz yon tomonlar bilan shleyflida. Anu nima deydi, me'yorda nupishniyligi bor. O'shaning uchun meni maslahatim albatta qo'l berib kirib kelish. Bu uyat joyi yo'q. O'z juft halolini malikadek olib yurish menimcha bu juda chiroyli ko'rinadi, to'g'rimi to'yxonada? Xudo qolsa kuyov bola bu yoq tomoningizda bo'ladilar. Bu yoq tomoningizda agar raqqosalar kirib kelgan taqdirda ham, sizni olib kirib kelgan taqdirda ham yoningizda o'zingizga yaqin mana insonlar, opa-singillaringiz yoki yanga poshsha yoki dugonalaringiz, kelin o'rtoq, bu kim yonlarida barim kirib kelishi kerak. Qanaqadir vaziyatlar bo'lib qolsa, raqqosalar o'z ishini bajaradi, ular chiroyli qilib olib kirishadi. Lekin qayerdadir qanaqadir vaziyatga qarab, sizlar yonlarida turib strafovka qilib berganingizga hech narsa yetmaydi. O'shaning uchun xudo xolisa kuyov bola yoningizga kirib kelayotganlarda qo'lingizni berib kirib kelib, to'xtab, bittada ushab, salom qilib berishingiz